Yetti qizlarım. Habibullah Ablamit. Germaniya. Shundaq. Erkinlik uchun ko'k osmonni setib olishning hech hojati yo'q. Faqat va faqatla ruhimizni saqmasaqla yetadi. Nelson Mandela. Qing sulolasining podshohi Qianlongning 1711-yildan 1799-yilgacha yashagan. Askarlari 1760-yillari Uchturpanga besib kelib, A'la Nurxon tarixdagi mashhur iparxonni asirga elib, Beyjingga elib ketdi. Parizat sifatlik ipar puraydigan bu qiz bo'lsa, Amir Muhammadjon bilan Azim Aziza Pasha xonimning nevrisi edi. A'la Nurxonning ruhini o'ziga moyil qilish uchun podshoning saroy xoshamatchilarining pal selishi bo'yicha mevasi oltin, yo'pirmiqi kumush, shexi po'lat, 7 ipar bo'lgan Uchturpanning yerlik jigdi ko'chdini saroyga ko'chirish uchun lashkar beshi Su Qing bilan Hokimbek Abaydullahga farmon tushirdi. Shu chaqlarda Hokimbek Abaydullah bilan Ambal Su Qing birlashib, xohlagancha odam o'ltirib, Uyg'ur xalqining mol-mulkini bulab, xotin qizlarga bosqinchilik qilgan bu zo'ravonligidan Uchturpan xalqining chidag'uchiligi qolmagan edi. Zolimlar xalq ustidagi seliqni kundan kunga ko'paytib, xalqni bir tera, bir ustixon qilib qo'ygan edi. Bu chaqlarda Uyg'ur xotin qizlari xotirjam tala tuzga chiqolmaydi. Xon lashkarlari ko'rgan ayollarga xohlagancha bosqinchilik qiladi. Ba'zida yomilda ziyofat nomida ayollarni majburiy tutib kelib, haftalab ayollarni majburiy yomilga solib oladi. Nomus kuchidan bosh ko'tarolmagan nurg'un erlar o'zlarini o'ltirib olgan edi. Xalq ichida 100 obro'yi bor, inovatlik Rahmatullah degan kishining Gulzara degan chiroyli ayolnimi yomilga solib olib, qo'yib bermaganlik uchun Rahmatullahning vijdoni chidamay, yuragi o'rtilib, qon zardiga to'lib, portlash fursatini kutib turgan edi. Dal mushchaqlarda Su Qingning Naynoq o'g'li Sulun bilan Hokimbekning o'g'li Kamal ikkisi tamasha uchun Oqsuga ketayotgan yo'lda qo'lida qapoq ko'tarib suvga chiqqan bir bo'zchining qizi Anargulni ko'rib qilib, uningga Sulun esilib niyatini buzdi. Qiz butun kuchi bilan qarshilik qiladi. Dal mush chaqda juma namozidan qaytgan jamoat bu ahvolni ko'rib, bu ikki lukchakni qattiq urib, qizni qutqizib qoladi. Bu ikki lukchak masjid imomining salosi bilan jini aman qilib shaharga tikirdi. Bu ahvol Rahmatullahning qattiq g'azabini qo'zg'aydi. Chunki Anargul bo'lsa Rahmatullahning o'g'li Amanullahning so'ygin edi. Bu vaqadan keyin Amanullah sagaklik bilan atrofiga jigarlik Uyg'ur yoshlarini yig'ib, har ehtimolga qarshi tayyorlik ko'rdi. Yoshlarni paltikaka, kaltak, to'qmoq, qilich, o'rg'oqlar bilan qurollantirib, tayyorlik qilib, qo'ltoq degan tog'liq rayonga chiqib ketdi. Dal shu chaqlarda xondan jigdi ko'chirish farmoni yetib keladi. Buning bilan Su Qing va Abaydullah suiqasd tuzib, bu ishqa Rahmatullah bilan o'g'li Amanullahni mas'ul qilib bekitdi. Ularning maqsadi bu ikkisini bu ishqa mas'ul qilib, yo'lga selib
Anargülni qo'lga keltirish edi. Lekin Sagak Amanulla bilan Anargül dadisi Rahmatullahga qo'zg'alon qilish to'g'riliq mundaq xat yozadi. Qora toshlar zar yig'laydi, boshqa tushgan dardlarga. Sarkarda bo'ling amdi, jondan to'ygan xalqlarga. Jigdilikdan jang boshlab, shehid bo'lsak armon yo'q. Bundan ortiq chidarga, amdi bizda darmon yo'q. Ah to'qayning seyida, saldak oqsun qinimiz, erkinlik deb jon bersak, suyunmamdu jinimiz. Dal mush vaqtlarda 1765-yil 2-oyning boshlari edi. 2-oyning 14-kuni hasharchilar jigdi ko'chatlarini necha yuzlagan tog'orlarga qochilab yo'lga chiqish uchun to'plashidi va bularni uzitish uchun kelgan ayollar ko'z yoshlari qilib yig'ilgan cho'ng maydon o'ttirsiga bir qomatlik qaysar bir kishi zabardast dassab kelib o't chaqnab turgan o'tkir ko'zi bilan hasratlik qon yosh to'kilayotgan qarindoshlarining parishon yuzlariga takshi nazar soladi. Bu kishi dal Rahmatullah edi. Qarindoshlar, bugungi kunda bizning beshimizga tushayotgan zulm kulfatlarga soydiki qardoshlarmo nol qilishmoqda. Bu zulmga qo'l qo'shtirib, labbay deb turaveramdiq. Yo'q. Endi taqtimiz taq bo'ldi. Bugundan boshlab men sizlarga sarkarda. Biz otilnayli. Jigida qachilangan maltaqlarni urib chiqinglar. Qo'linglarga qurol ilinglar. Qini yuraklari zardabga to'lgan yurtdoshlar, qal'aga qarab olg'a deb xitob qildi. Qahri g'azib teshib turgan dehqon yigitlari shu an ovoz qo'shib harakatga o'tdi. Buning bilan butun xalq qo'zg'alib, shu kunlar qo'zg'alonchilar soni 10 mingga yetdi. Bu tarixdagi jigdi yig'iliqi deb nom olgan shonliq qo'zg'alon edi. Bu to'g'riliq bir shoir mundaq yozadi. İlohim bandalarni munga soldi, ko'chirib jigdilarni tunga soldi. Tegib boshqa hamisha tayoq to'qmoq, yerib tanni to'mir darra bilan cho'qmoq. Zulm ashdi hashar alvon kelib tez, oyoq osti qildi ko'p xotin qiz. Tugab toqat uningga savr imkon, didoq bo'lsin pida bu jon to'kib qon. Rahmatullah sarkarda qo'zg'alonchilarni 3 cho'ng liniya bo'yicha qal'aga qarab hujumga o'tishga buyurdi. Buning bilan qal'ani qo'rshovga oldi. Atsi qal'adan ayolchi yasinib o'g'irliqchi chiqqan Hokimbek Abaydulla bilan Ambalning o'g'li Sulunni Anargül boshliq qo'zg'alonchilar qo'lga oladi va xalqning ko'z oldida qatl qiladi. Ambal Suching bo'lsa, ozg'ini cheriklari bilan Sipilning ichiga so'linib qoladi. Hayotidan umidini uzgan qonxo'r Ambal Sipilning ichidagi daraxtga esilib o'lib oladi. Cheriklar Yamilning qurol iskilatidagi o'q dorilarni yig'ib, hammasini o'zlari bilan tang portlatib halok bo'lishidi. Garchi qo'zg'alonchilar g'alaba qilgan bo'lsa-mu, bu texi jangning boshlanishi edi. Ishturpanni mudofaa qilishdan boshqa atrofdagi rayonlardagi xalqni qo'zg'ash uchun kuch avatish lozim edi. Uning ustiga bu atiyozliq terilg'i mezgili bo'lib, yerlarni oq tashlab qo'yishga hargiz bo'lmaydi. Dehqonlar bir tarafdan dehqonchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lsa, bir tarafdan Ishturpanni qo'g'dash g'amida edi. Shu chaqda Qashqar tarafdan Qashqar ombili
nurg'un lashkar tortib Uchturpanға qarab yo'l oladi. Bantahay degan Aqsu ambilimi xon lashkarlarini boshlab yo'lga chiqadi. Rahmatullah bu xabarni anglab darhol urushga tayyorlik qiladi. Oradan bir oy o'tganda urush sharq va g'arb tarafdan tang boshlandi. Rahmatullahning cho'ng o'g'li Asmatullah Qashqar tog' yo'lidan kelgan lashkarlarga to'rab zarba berib, nurg'un qurol o'lja oladi. Ikkinchi o'g'li Amanullah bo'lsa, yangi to'y qilgan ayoli Anargul boshchiligidagi qo'shin bilan Aqsudan kelgan cheriklar bilan qonliq jang qiladi. Ikki saptiki bu urush bir hafta davom qiladi va g'alaba bilan oxirlashadi. Bu xabarni anglagan Kura jangjuni Uchturpanға 3000 tanlangan xon qo'shinini avatidi. Bu qo'shin 3 tarafga bo'linib hujumga o'tadi. Aqsu sayliqidan besib kirgan xon qo'shini bilan Anargul bosh bo'lgan qo'shin tutishidi. Qahramon Anargul ba'zi materiallarda Mayimxon deb e'langan. Tanlab olgan 6 qiz qo'g'dig'ichisi bilan qahramonlarcha jang qilib, lashkarlarni oxiri chekindirdi. Vaholanki qattiq g'azabga kelgan Kura jangjuni oxiri butun kuchini ishqa selib jangga otlanadi. Uchturpan atrofida xon lashkarlari xuddi qog' quzg'unlardek mig'ildab ketadi. Ya'ni 10 minglagan qo'shin top zambiraklar bilan hujumga o'tib, qattiq mudofaada turgan qahramon Uchturpan qo'zg'olonchilarining sepini buzib tashlaydi. Qahramon Amanullah kindik qini to'kilgan ashu muborak tuproqda xon askarlar bilan qonliq jang qilib, qahramonlarcha shahid bo'ladi. Qo'zg'olonchilar orasidagi ba'zi taslimchi munofiqlar taslimchilik yo'lini tutishga boshlaydi. Lekin Rahmatullah oxirigacha jang qildiganligini bildirib, qo'zg'olonchilar bilan birga sepilga chiqib, jang qilib, jangda shahid bo'ladi. Urushqa cho'ng o'g'li Asmatullah qo'mondonlik qiladi. Lekin xoin Sabir bilan Shokir deganlar o'zining razil abdi bashirsini to'liq oshkorlab, Asmatullahni qo'lga ilib, bog'lab, xon lashkarlarga topshirib taslim bo'ladi. Buning bilan minglagan shahidlarni bergan bu qo'zg'olon taslimchilikning sababi bilan mag'lubiyatga uchrab, tragediyalik oxirlashadi. Lekin tarixda ajoyib komediyalik ishlar bo'ladi ekan. Xon lashkarlari oldi bilan taslimchi xoin Sabir bilan Shokirni o'limga hukm qilib, kallasini oladi. Buning bilan bu ikki xoinning hayoti sharmandalik bilan oxirlashadi. Taslim bo'lishni xohlamay, uzil-kesil jang qilish tarafdori bo'lgan Asmatullahning o'limi bo'lsa, sharaflik, xalqimiz mangu yod etadigan o'lim bo'ladi. Bu qo'zg'olonga qatnashgan Uyg'urlarning 3dan biri qirg'in qilingan bo'lib, 10 mingdak kishi eliga surgun qilinadi. Bu surgun qilinganlarning yarmi yo'llarda ochliqdan, qahrdan so'g'uqlarning dastidan o'lib ketadi. Yurtlarida qolgan ayol va uşaq balalarning beshiga texmo ig'ir baloyafat keladi. Dal mush chaqda tog'larda mökünüp yurgan Anargul qayta yana tashkillanib, o'z atrofidagi 6 qiz bilan xon lashkarlarga qarshi partizanlik jang elib bordi. Anargul nayt botur, qalamdimi, alamdimi yetishgan qiz bo'lib, o'zi nayt qamlashgan. Amanullah bilan oz vaqt birga bo'lgan chaqlardagi umidini, yoshlik orzularini, kelgusi uchun tuzgan planlarini yoshirgan bir jup qora ko'zlarda intiqom o'ti chaqnagan. Bu bahodir qiz qolgan
G'unch qiz, Zuhragul, Qambarnisa, Gülayim, Axtarnisa, Dilbar qiz qatorliq 6 qiz bilan birga dushmanga tuyuqsiz zarba berib, dushman cheriklari ichida rivoyatga aylandi. Xon lashkarlar orasida Anargul, Mayimxon, to'g'risida o'q o'tmaydigan avliyo qiz degan so'z cho'chakla tarqaladi. Anargul boshchiligidagi 7 qiz ot choptirib, qilichlarini o'ynatib, xon askarlar orasiga bosib kirganda, xon lashkarlarining sepi buzilib, har tarafga pitirlab qechishidi. 7 qizning otlarining tuyoqlaridan chiqqan sadolar tog' bag'ridagi sayliqlarni zil-zilga soladi. Tarixdagi qahramonlarning ish izlarini aslab turish bo'lsa, davomliq qilinadigan ibodatga o'xshaydi. Chunki tarix insonni tafakkurga boshlab, insonning ruhini poklaydi. Inson ruhini kirlishib ketishdan saqlaydi. Shundoq qilib, bu go'zal 7 qizning partizanlik urushi 3 oy davom qiladi. Oxiri bu zarbaga chidamagan minglagan xon lashkarlari top zambiraklar bilan qurollanib, mo'ljar tog'larini umum yuzlik qo'rshovga oladi. Bu jasur 7 qiz qat'iy taslim bo'lmay, dushman bilan ilishidi va tik tog' cho'qqinlariga qarab ilgirlaydi. Orqadan minglagan xon lashkarlari taqqa qarab yomishidi. O'zlariga qattiq hordiq yetgan bu 7 bahodir qiz badanlaridagi yaralarning og'riqligini tuymay, butun kuchi bilan tog'lardagi qo'ram toshlarni chashqonlardek o'milab kelayotgan cheriklar ustiga yog'dirib, yuzlagan cheriklarning mijig'ini chiqarib yetadi va kuchlik tortilgan o'qya kirishlardan chiqqan eng oxirgi o'qlar dushmanning yuragiga gach qilib sanchilib, ularning iflos jonlarini oladi. Ammo tog' bag'ridagi cheriklar chapdas 7 qizning nozik tallari ustiga zambarak o'qlarini yog'dirishga boshlaydi. Zambarak o'qlarining zarbisidan tog'lardagi quram toshlar paxtadak to'zishga boshlaydi. Bu chog'da chiroyidan tog'dagi cho'lpondak nur to'kib turadigan Zuhragul ig'ir yorlandi. G'unch qiz bilan Dilbar saptishini darhol yo'lab, qop-qora bulutlar qoplagan tog' cho'qsiga qarab ilgirlaydi. O'z g'ururining oyoq osti bo'lishiga bosh egmagan, yotqi bo'y egmas irodini o'ziga muqaddas deb bilgan bu notavon 7 qiz dushman bilan hayot mamotliq ilishda kiyimlari jul-jul titilib ketgan edi. Bu go'zal nozik badallari dushman tig'larining zarbisidan tilib-tilgan bo'lib, yori eg'izlaridan chiqqan issiq qonlari bilan ippatlik pok badallari namlangan edi. Muqaddas e'tiqodning kuchi bilan, chapdaslik bilan abchil harakat qilayotgan bahodir 7 qizning bu qahramonligini ko'z oldingizga keltirsangizlar, ularga olamcha opirin o'qimay turolmaysiz. Qo'rqmas shir yurak 7 qizning sumbul chashlari chuvilgan, lablari qurigan, nafaslari siqilgan, ko'zlari horg'inlikdan o'ltirishib ketgan bo'lsa-mu, yanala qat'iy irodasidan yonmagan, taslimchilikni o'ziga nomus deb bilgan holatda tog' cho'qsida mardona tik turdi. Tog' cho'qsidagi gurildab chiqayotgan qattiq sovuq shamol ularning chuvilgan qop-qarchashlarini uchirtib turadi. Bu sumbulchashlar albatta muhabbat gulzorining ishkini amdili chekkan emasmi? U yumron qop-qora chashlar texi o'z sevgisining mehri bilan selishiga qonmagan edi-ku. Mana shu topda bu yumron chashlar eng
oxirgi qatim o'z yori bilan vidolashyotgandek farishta sifatlik 7 qizning qizil olmadak yuzlarini, titrab turgan lavlarini to'ymay orqa-orqadan so'yiyotdi. Ko'k yuzida doim parlaydigan quyoshning poqroq yuzini qoplagan qora bulutlar bo'lsa, hasratlik vidolashish yoshlari bilan go'zal 7 qizning poqroq chochlarini namdidi. Töven tarafdan chiqayotgan yuzlagan xon lashkarlari, lash purab ketgan sesiq badallar bilan oxir erishgan o'ljiga qo'l selish uchun yovuzlik bilan yiqilib keldi. Lekin jangovar 7 qiz bu to'g'ri yurak yollanma lashkarlarning yuraklarini mujivatgan bo'lg'ashqa oldirab petin olmagan edi. Uyg'urning bahodir 7 qizi osmon bilan zaminning orasida o'zlarini chorasiz, amalsiz, ojiz his qilishdi. Ular eng oxirgi qatim ona yurtdi, azizona Uchtorpanning go'zal bu muborak yuziga mo'ljar teg'ining cho'qsidan yana bir qatim umidlari sungan holda nazar tashladi. Cheriklar asta-asta sabrsizlik bilan qistab keldi. Bahodir 7 qiz tog' cho'qsining leviga kelib, tövanga qaradi. Töven taraf cheksiz qorong'ulikqa to'lgan, tegi yo'q hong edi. Bu hayotning go'zalliklaridan hech bahramon bo'lolmagan 7 qizning umidsiz ko'zlari bir-birlari bilan eng oxirgi qatim uchrashdi. Butun tabiat bu adolatsizlikni, bu zulmni, bu nomardlikni ko'rib tursimu, kuchliklar, qonxo'rlar oldida beshini silib chorsiz turdi. Faqat 7 Uyg'ur qizi, faqatla mushu qahramon 7 qiz bu zulmga, bu adolatsizlikka bosh egmay, yor levida tik turgan edi. Elvida ona vatan, elvida Uyg'ur millatim degan 7 xil nozik ovoz tog' cho'qsida yangrab, ko'k ko'tarilib, arshni titratdi. Ondan asta tövallab, bütün ana tuproqning yuzini siladi. Tuproq ana bularga guvoh bo'lish uchun va'da berdi. Shuning bilan tangla 7 qizning nozik badani hong'a sho'ng'idi. Ana tuproq bir silkinib 7 qizning muborak pok badanini o'zining illiq, oniliq bag'riga bosdi. Parizod 7 qizning qahramonlik bu ruhi ko'k ko'tarildi. Ko'kdagi bulutlarga qo'shilib, yomg'ir damchilariga aylangan edi. Bu bir tomcha, bir so'z, bir rivoyat, bir afsona, bir daston bo'lib, ta bugunga qadar Uyg'ur millatining ruhini pokladi, ruhini ko'kartdi. Mana bu tariximizdagi bahodir 7 Uyg'ur qizi. Mana bu adolatning yuzini qorong'ulikdan yorug'likqa chiqarish uchun zulmga qarshi kurash qilgan Uyg'ur qizlarimizning ruhi. Mana bu millatimizning ko'zidagi umidlarini, orzu armonlarini yulib olgan zolimlarga qarshi kurashda o'z hayotini qurbon qilgan Uyg'ur qizlarining ruhi. Bu qahramonlarning ish izlari, hikoyalari, minglagan qahramon Uyg'ur o'g'il qizlarining hikoyalarining faqat bir qismi. Tarix bo'lsa hayotning ayniki.
Tarix avlodlarning ustozi. Tarixdagi qahramonlarning ish izlarini aslab turish bo'lsa, davomliq qilingan ibodatga o'xshaydi. Chunki tarix insonni tafakkurga boshlab, insonning ruhini poklaydi. İnsan ruhini kirlashib ketishdan saqlaydi. 2015 yil 7 oyning 25 kuni Germaniya